Kia brendi ishonchimizni yo'qotdi. Kia avtomashinalari zavoddan defekt holda, birak holda chiqmoqda. Ushbu ko'rib turgan avtomashinani ro'parasi 10 oy oldin oilamiz uchun yaxshi niyatlarda Kia Sergeli avtosalonidan xarid qilgan edik. Biroq avtomashinani notekis yo'lda haydaganimizda salonning pol qismidan taqillagan ovoz eshitila boshladi. Biz Kia Samarqand avtosaloniga murojaat qildik. Kia avtosaloni ma'muriyati ishchi guruh tuzib ustalardan iborat tekshirib, Kia avtomashinasining pol qismida ikkita temir qavati bir-biriga zavoddan ulanmaganligi aniqlandi va bizga qo'limizga shunday pechatlab spravka qilib berishdi. Salon ma'muriyati aytishicha, bugungi kunda ushbu kabi birak mashinalar tez-tez chiqib turganligi va biz Kia Sergeli avtosaloniga murojaat qilsak, zavoddan ishchi guruh chaqirdi va ishchi guruh qayta tekshiruv o'tkazib, haqiqatdan ham temir qismidagi ulanmagan qavati zavoddan birak chiqqanligi aniqlandi. Vaholanki Kia garantiya talonida Kia avtomashinalarga 5 yil, motor qismiga 150 ming kilometr, kuzov qismiga esa 150 ming kilometrgacha kafolat berilgan. Ya'ni bunday holatda defekt aniqlansa, bepul almashtirib berilishi nazarda tutilgan. Biroq Kia mutasaddilari bizni bir necha oylab sarson qilishib, oxir-oqibat bizga mashinani almashtirib bermasligi. Agar biz xohlasak, mashinaning temir qismi, pol qismi o'yib olinib, ichidagi temir qayta ulanib, yana qayta svarka qilib, kraskalanib, qaytarib berilishi. Agar yangisini xohlayotgan bo'lsak, 50 million so'm ushbu birak mashinani ustiga to'lov qilsak, boshqasiga almashtirib berish haqida rasmiy xat berishdi. Hurmatli kuzatuvchilar, siz shunday talabga rozi bo'larmisiz? Biz aslo rozi bo'lmaymiz. Biz necha yuzlab insonlarni faoliyatimiz davomida nohaq ayblangan holati bo'yicha ularning huquqlarini sud orqali ta'minlab berganmiz. O'zimizning haqqimizni undira olmaymizmi? Kerak bo'lsa bu holat bo'yicha oxirigacha boramiz. Vaholanki O'zbekiston qonunchiligida agar siz nosoz mahsulot sotib olsangiz, uni yangisiga almashtirib berishingiz nazarda tutilgan. Kerak bo'lsa bu holat bo'yicha Koreya kompaniyasigacha chiqamiz. Xalqaro sudgacha chiqishga tayyormiz. Nafaqat o'zimizning huquqimiz, balki biz kabi shunday holatlarga uchragan jamiki yurtdoshlarimiz bizga murojaat qilsa, biz ularga bepul yuridik yordam ko'rsatishimiz haqida va'da beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, biz O'zbekiston qonunchiligiga ishonamiz, albatta adolat qaror topishiga ishonamiz.